bo'lsa sovchilikka boramiz va endi shunaqa qilamiz. Sen surishtirib qo'ygin, xo'pmi? Men xabar beraman. Ilohi omin. Senga ham yaxshi joylardan ato qilsin, xush to'ylar qilishni bizga nasib qilsin. Bo'pti. Sen xafa bo'lmagin-da. Men bora qolay. İşler yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Qarang, menga sochlar kelyapti. Oyimga nima deyishga ham xijolat bo'lyapman. Sen xotirama hech narsada. Men seni hech kim deb qo'ymayman, bilasanmi? To'g'ri shunaqa deysiz. Bo'lmasam, opamga sen haqingda bugun aytaman. Bo'ladimi? Rostdan. Bo'ldi, indaman ham oyimlarni ogohlantirib qo'yaman. Yaxshi. Faqat senga bitta iltimosim bor. Buni avval aytganman, hozir ham aytib qo'yishim kerak deb o'ylayman. Nima ekan? Bilasan, opam o'zlari meni katta qilganlar. Shunga ulardan boshqa yaqinim yo'q. Ularni hurmatlarini joyiga qo'yishing degan. Xo'p, tushundim. Endi aytaman-da, hayotda har xil vaziyat bo'ladi-ku. Lekin senga ishonaman. Xo'p, tushunarli. Yana bir iltimosim bor. Nima ekan? Nima bo'lgan taqdirda ham hech qachon menga opamni yomonlama. Chunki u mening jigarim. Otam o'rnida ota, onam o'rnida ona. Xavotir olmang. Opangizda o'zimni tug'ishgan opam deb ko'raman. Ishonsam bo'ladimi? Albatta. Ishonaman. Bo'ldi, ketamiz. Bo'ldi. Qorning ochmadimi? Yo'q, uncha emas. O'zingizchi. Voy, Sarvar, yaxshi keldingmi? Yaxshi, opa o'zi yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Hadi. Sen nima gaping bor edi? Meni ham sizga gapim bor edi, opa. Yo'q. Ha, mayli, siz birinchi etaman. Boya Salimamdan kelgandilar. Seni uylantirish haqida gapirishgandilar. Yaxshi. Ammo ko'zga gap sizdirada. Tushunmadim. Opa, shu o'zim sizga aytmoqchi bo'lgan meni bir yoqtirgan qizim bor edi. Unga